Bugun men juda muhim mavzuni sodda tilda tushuntirib beraman. 2029 yilgacha narxlar, so'm kursi, ish haqi va pensiyalar bo'yicha qanday yo'nalish ko'rsatilmoqda. Oddiy odam bundan nimani kutishi kerak va hozirdan qanday tayyorgarlik ko'rish zarur. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Bozordan non yo'q, go'sht oladigan odamga ham, kredit to'layotganlarga ham, pensiya kutayotganlarga ham, chet eldan pul o'tkazmasi olayotganlarga ham. Men bugun sizga vahima tarqatmayman, lekin haqiqatni yashirmayman ham. Chunki narxlar so'm va pensiya masalasi qog'ozdagi raqam emas. Bu har oy oxirida cho'ntakda qancha pul qolishi degani. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men amaliy qadamlarni ham aytaman. Pulni qanday taqsimlash, qarz va kreditda nimalarga e'tibor berish, pensiya va nafaqa bo'yicha qanday hujjatlarni tekshirish kerak. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday iqtisodiy tushuntirishlar sizga pulingizni asrashda yordam beradi. Avval ko'pchilik iqtisodiy rejalarga unchalik e'tibor bermasdi. Odamlar asosan bugungi narxga qarardi. Bugun un necha so'm, yog' necha so'm, benzin qimmatlashdimi, dollar kursi oshdimi, pensiya qachon tushadi. Lekin iqtisodiyotda eng muhim narsa faqat bugungi holat emas, balki kelgusi yillarga berilgan signal. 2029 yilgacha bo'lgan rejalar, prognozlar va maqsadlar aynan shuni ko'rsatadi. Davlat narxlar barqarorligini qanday ushlamoqchi, so'mni qanday boshqarmoqchi, byudjet xarajatlari, pensiyalar va maoshlar qaysi imkoniyatlar doirasida oshirilishi mumkin. Oldingi yillarda biz nimani ko'rdik? Inflyatsiya. Ya'ni narxlarning umumiy oshishi yuqori bo'lgan davrlar bo'ldi. Masalan, odam 2002 yilda 1 million so'mga bir oyga yetadigan ayrim mahsulotlarni olsa, bir necha yil o'tib xuddi shu soat uchun 5 million yoki 2 million so'm sarflashga majbur bo'ldi. Bu faqat bir mahsulot qimmatlagani emas, balki umumiy hayot xarajatlari oshgan degani. Kommunal to'lovlar, dori-darmon, transport, maktab xarajatlari, kiyim-kechak, xizmatlar narxi ham asta-sekin ko'tarilib bordi. Hozirgi asosiy o'zgarish shundaki, endi iqtisodiy siyosatda uzoqroq muddatli rejalashtirish kuchaymoqda. Ya'ni 2029 yilgacha iqtisodiyot o'sishi, inflyatsiyani pasaytirish, byudjet intizomi, ijtimoiy to'lovlar, pensiya va nafaqalar bo'yicha ma'lum yo'nalishlar belgilanmoqda. Oddiy tilda aytganda, kelasi oy nima bo'ladi degan savol bilan birga, kelasi 3 yilda pulimizning qadri nima bo'ladi degan savol ham muhim bo'lib qoldi. Bu yerda eng asosiy 3 ta masala bor. Birinchisi, narxlar qancha tez oshadi. Ikkinchisi, so'm kursi qanchalik barqaror bo'ladi. Uchinchisi, pensiya va maoshlar narxlar o'rtadan yetib bora oladimi yoki yo'qmi? Chunki odam uchun eng og'riqli holat shuki, daromad 10% oshadi, lekin kundalik xarajatlar 20% ga oshib ketadi. Bunday vaziyatda qog'ozda maosh ko'paygan ko'rinadi, lekin real hayotda odam kambag'allashadi. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim kamroq xavotir olishi mumkin? Men birinchi navbatda inflyatsiyani tushuntiraman. Inflyatsiya bu narxlarning umumiy darajada o'sishi. Agar inflyatsiya yiliga 10% bo'lsa, demak bugun 100 ming so'm turadigan xarid savati bir yil o'tib o'rtacha 10 ming so'm bo'lishi mumkin. Lekin bu o'rtacha raqam. Ayrim mahsulotlar 5% ga, ayrimlar 3% ga oshishi mumkin. Masalan, sabzi yoki kartoshka mavsumga qarab arzonlashishi ham mumkin. Lekin ijara, dori, yoqilg'i, import tovarlari qimmatlashsa, oilaning umumiy xarajati baribir oshadi. 2029 yilgacha bo'lgan rejalarda odatda asosiy maqsad narxlar o'sishini pasaytirish, inflyatsiyani boshqariladigan darajaga tushirish bo'ladi. Bu yaxshi signal. Lekin men tomoshabinga bitta narsani aniq aytaman. Inflyatsiyani pasaytirish degani narxlar tushadi degani emas. Bu juda muhim. Agar inflyatsiya 12% dan 7% ga tushsa, bu narxlar endi oldingidek tez emas, sekinroq oshadi degani. Masalan, yo'q 20 mingdan 25 mingga chiqish o'rniga 20 mingdan 22 mingga chiqishi mumkin. Lekin 20 mingga qaytishi shart emas. Kimlar ko'proq xavotir olishi kerak? Birinchi guruh daromadi qat'iy va o'sish sekin bo'lgan odamlar. Masalan, pensiya oluvchilar, kam maoshli byudjet xodimlari, faqat bitta oylikka yashaydigan oilalar. Agar oilaning daromadi 3 million so'm bo'lsa va har oy xarajatlar 2 million 800 ming so'm bo'lsa, narxlar biroz oshgani ham katta bosim qiladi. Bunday oilada 2 ming so'm zaxira bor edi, endi u ham yo'qoladi. Ikkinchi guruh kredit to'layotganlar, ayniqsa dollar yoki boshqa valyutaga bog'liq qarzi borlar ehtiyot bo'lishi kerak. Agar odam so'mda maosh olsa, lekin qarzi dollarda bo'lsa, kursdagi har bir o'zgarish uning to'lovini oshiradi. Masalan,
Odam oyiga 300 dollar ekvivalentida qarz to'laydi. Dollar kursi 12 ming bo'lsa, bu 3 million 600 ming so'm. Agar kurs 13 ming bo'lsa, to'lov 3 million 900 ming so'mga chiqadi. Farq 300 ming so'm. Bu ba'zi oilalar uchun bir haftalik oziq-ovqat puli. Uchinchi guruh import tovarlarga bog'liq biznes qiladiganlar. Telefon, maishiy texnika, avtomobil ehtiyot qismlari, dori-darmon, kiyim-kechak olib keladiganlar kurs va bojxona xarajatlaridan kuchli ta'sirlanadi. So'm qadrsizlansa yoki logistika qimmatlashsa, ular narxni oshirishga majbur bo'ladi. Natijada xaridor ham ko'proq to'laydi. Kimlar nisbatan kamroq xavotir olishi mumkin? Daromadi inflyatsiyaga mos o'sadigan bir nechta daromad manbasi bor. Qarzi kam, zaxira puli bor odamlar. Masalan, oilada er-xotin ishlaydi. Qo'shimcha kichik biznes bor. 3-6 oylik xarajatga yetadigan jamg'arma bor. Bunday oilalar narx oshishini sezadi. Albatta, lekin ular inqirozga tushib qolmaydi. Endi real misol ko'ramiz. Birinchi oila Toshkent viloyatida yashaydi. Oilada 4 kishi. Daromad 6 million so'm. Xarajatlar oziq-ovqat 2 million, kommunal 600 ming, transport 700 ming, maktab va bog'cha 500 ming, kredit 1 million, boshqa xarajatlar 500 ming. Jami 5,2 million, zaxira 200 ming. Agar narxlar yil davomida o'rtacha 10% oshsa, oziq-ovqat 2,7 millionga, transport 707 mingga, boshqa xarajatlar ham oshadi. Oila endi minusga kirishi mumkin. Demak, bu oilaga eng muhim narsa xarajatlarni oldindan qayta ko'rib chiqish va qo'shimcha daromad topish. Ikkinchi misol, pensioner ota-ona. Pensiya jami 2,8 million so'm. Dori-darmon har oy 600 ming, oziq-ovqat 2,7 million, kommunal va aloqa 400 ming, nevaralarga yordam 300 ming, jami 2,9 million. Bu yerda jamg'arma yo'q. Agar pensiya oshsa ham, dori narxi va oziq-ovqat narxi tezroq oshib ketsa, real ahvol og'irlashadi. Shuning uchun pensiya miqdori bilan birga dorilar bo'yicha imtiyozlar, ijtimoiy yordam, subsidiya, mahalla orqali beriladigan yordamlarni tekshirish juda muhim. Uchinchi misol, yosh oila ipoteka to'laydi. Maosh 10 million, ipoteka dar million, ijara yo'q, lekin bola bog'cha, oziq-ovqat, transport, kiyim-kechak bilan jami xarajat 9 millionga yaqin. Bu oila uchun eng katta xavf foiz stavkasi, kommunal to'lovlar va kundalik xarajatlar oshishi. Agar daromad 1 milliondan 1 millionga chiqsa, lekin xarajat 9 milliondan 1,8 millionga chiqsa, foyda deyarli qolmaydi. Shuning uchun bunday oila har qanday yangi kreditni juda ehtiyotkorlik bilan olishi kerak. So'm masalasida ham men oddiy tushuntiraman. So'm kursi faqat markaziy bank xohishiga bog'liq emas. Unga eksport, import pul o'tkazmalari, oltin narxi, gaz va energiya importi, tashqi qarz to'lovlari, investorlar ishonchi, ichki inflyatsiya ta'sir qiladi. Agar mamlakat ko'proq import qilsa va ko'proq valyuta kerak bo'lsa, dollarga talab oshadi. Talab oshsa, kursga bosim bo'ladi. Agar eksport yaxshi bo'lsa, pul o'tkazmalari ko'paysa, investitsiya kirsa, kurs barqarorroq bo'ladi. 2029 yilgacha so'm bo'yicha asosiy maqsad keskin sakrashlardan qochish bo'lishi mumkin. Lekin bu kurs o'zgarmaydi degani emas. Bozor iqtisodiyotida kurs asta-sekin o'zgarishi tabiiy. Muhimi, odamlar shuni tushunsin. Agar sizning barcha xarajatingiz so'mda bo'lsa, daromadingiz ham so'mda bo'lsa, valyutada xavfli qarz olish shart emas. Agar siz chet elga o'qishga pul yig'ayotgan bo'lsangiz, import uskunasi olmoqchi bo'lsangiz yoki dollarda to'lovingiz bo'lsa, valyuta riskini oldindan hisoblang. Pensiyalar bo'yicha nima kutish mumkin? Pensiya tizimida asosiy masala byudjet imkoniyati, ishlayotganlar soni, rasmiy ish staji, ish haqi fondi va demografiya bilan bog'liq. Agar iqtisodiyot o'ssa, rasmiy ish o'rinlari ko'paysa, byudjetga tushum oshsa, pensiyalarni oshirish imkoniyati ham kengayadi. Lekin pensiya oshishi doim real hayotdagi xarajatlarni to'liq qoplab beradimi? Mana shu savol muhim. Chunki pensionerlarning xarajat tuzilmasi boshqacha. Ular ko'proq dori, davolanish, kommunal va oziq-ovqatga pul sarflaydi. Aynan shu mahsulot va xizmatlar tez qimmatlashsa, umumiy inflyatsiya past bo'lsa ham, pensionerning shaxsiy inflyatsiyasi yuqori bo'lishi mumkin. Birinchi nozik jihat. O'rtacha raqam har bir oilaning ahvolini ko'rsatmaydi. Rasmiy inflyatsiya, o'rtacha ish haqi, o'rtacha pensiya degan ko'rsatkichlar bor. Lekin sizning oilangiz uchun muhim narsa sizning shaxsiy savatingiz. Agar oilada chaqaloq bo'lsa, taglik, bolalar ovqati dori, shifokor xarajati ko'p bo'ladi. Agar talaba bo'lsa, kontrakt, ijara, yo'l kira muhim. Agar pensioner bo'lsa, dori va tibbiy xizmat muhim. Shuning uchun inflyatsiya falon foiz degan raqamni eshitganda
uni o'z xarajatingizga solishtiring. Ikkinchi nozik jihat. Maosh oshishi har doim bo'lish degani emas. Masalan, sizning maoshingiz 5 milliondan 5 millionga oshdi. Bu ommaviy foiz. Lekin ijara 2 milliondan 2 millionga oshsa, oziq ovqat 2 milliondan 2,3 millionga oshsa, sizning qo'lingizda qoladigan pul kamayadi. Demak, odam o'z daromadini nominal emas, real ko'rish kerak. Nominal daromad qog'ozdagi raqam, real daromad esa shu pulga qancha narsa sotib olish mumkinligi. Uchinchi nozik jihat. Kreditdagi foiz stavkasi. Ko'pchilik faqat oylik to'lovga qaraydi. Oyga 800 ming to'lasam bo'ladi deydi. Lekin umumiy qancha ortiqcha to'lashini hisoblamaydi. 2029 yilgacha narxlari foizlar sharoitida uzoq muddatli kredit olayotgan odam shuni tushunishi kerak. Agar daromadingiz oshmasa, kredit sizni yillar davomida siqib qo'yadi. Ayniqsa maishiy texnika, telefon, mebel kabi daromad keltirmaydigan narsalarni uzoq muddatli va yuqori foizli kreditga olish xavfli. 4-nozik jihat. Davlat tomonidan oshiriladigan pensiya yoki nafaqa bo'yicha hujjatlar to'g'ri bo'lishi kerak. Ba'zi odamlar ish staji to'liq kiritilmaganini, arxiv ma'lumotlari yo'qligini, ish beruvchi badallarni to'lamaganini pensiyaga chiqish vaqtida bilib qoladi. Bu katta xato. Chunki pensiya tayinlanishida rasmiy staj va rasmiy daromad muhim. Norasmiy ishlagan yillar esa ko'pincha hisobga kirmaydi yoki isbotlash qiyin bo'ladi. 5-nozik jihat. Subsidiya va ijtimoiy yordamdan uyalmaslik kerak. Ayrim oilalar mahallaga borsam gap bo'ladi deb hujjat topshirmaydi. Lekin agar oilaning daromadi past bo'lsa, bola puli, moddiy yordam, uy-joy subsidiyasi, davolanishga yordam kabi imkoniyatlarni tekshirish kerak. Bu tilanchilik emas. Bu qonuniy ijtimoiy himoya mexanizmi. 6-nozik jihat. Narxlar mavsumiy o'zgaradi. Masalan, yozda ayrim sabzavotlar arzon, qishda qimmat bo'ladi. Kuzda maktab xarajatlari oshadi. Qishda gaz, elektr, ko'mir, issiqlik xarajatlari ko'payadi. Ramazon, bayram, to'y mavsumlari ham narxlarga ta'sir qiladi. Demak, oilaviy byudjetni yil davomida bir xil deb rejalashtirish noto'g'ri. Kamida 12 oylik xarajat xaritasini tuzish kerak. 7-nozik jihat. Pulni faqat so'm yoki faqat dollarda saqlash hamma uchun bir xil yechim emas. Agar siz har oy so'mda xarajat qilsangiz, barcha pulni dollarga aylantirib qo'yish ham noqulay bo'lishi mumkin. Chunki kerak bo'lganda kurs farqi va konvertatsiya xarajati chiqadi. Agar sizda uzoq muddatli maqsad dollarga bog'liq bo'lsa, masalan chet elda o'qish, avtomobil importi yoki chet el davolanishi, unda bir qismini valyutada saqlash mantiqli bo'lishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l diversifikatsiya. Bir qismi so'mda, bir qismi valyutada, bir qismi tez yechiladigan omonatda, bir qismi zarur bo'lsa real aktivlarda. Birinchi qadam, oilaviy byudjet yozing. Men buni har bir tomoshabinga tavsiya qilaman. Telefoningizdagi oddiy jadvalga yoki daftarga 3 ta ustun yozing. Daromad, majburiy xarajat, ixtiyoriy xarajat. Daromadga maosh, pensiya, nafaqa, ijara daromadi, biznes foydasi, pul o'tkazmasi kiradi. Majburiy xarajatga oziq-ovqat, kommunal, transport, dori, kredit, o'qish, ijara kiradi. Ixtiyoriy xarajatga restoran, ortiqcha kiyim, qimmat telefon, bayram xarajatlari, rejasiz xaridlar kiradi. Bir oy yozsangiz, pul qayerga ketayotganini ko'rasiz. Ikkinchi qadam, zaxira fondi yarating. Kamida 3 oylik majburiy xarajatga yetadigan pul bo'lishi kerak. Masalan, oilangizning majburiy xarajati oyiga 5 million bo'lsa, 11 million so'm zaxira maqsad qiling. Birdan yig'ish shart emas. Har oy 300 ming, 500 ming yoki 1 milliondan ajrating. Zaxira pulni to'yga, telefon almashtirishga, mebelga ishlatmaslik kerak. Bu pul ishsizlik, kasallik, kurs sakrashi, shoshilinch ta'mir uchun. 3-qadam, kreditlaringizni tekshiring. Bank ilovasidan yoki bankka borib qancha asosiy qarz qoldi, foiz stavkasi qancha, muddat qancha, muddatidan oldin yopish sharti qanday, jarima bormi? Shularni bilib oling. Agar bir nechta kredit bo'lsa, eng yuqori foizini birinchi yopishga harakat qiling. Kredit olishdan oldin esa o'zingizga savol bering. Bu narsa daromad keltiradimi yoki faqat xarajatmi? Daromad keltirmaydigan narsaga katta foizli qarz olishdan qoching. 4-qadam, pensiya hujjatlarini hozirdan tekshiring. Agar siz pensiyaga yaqin bo'lsangiz yoki ota-onangiz pensiya yoshida bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. May, Ponkakub.uz yoki tegishli elektron xizmatlar orqali ma'lumotlarni tekshirishga harakat qiling. Mehnat daftarchasi, ishga kirish va bo'shash buyruqlari, arxiv ma'lumotlari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, pasport yoki ID karta, JSHIR, bank karta rekvizitlari kabi hujjatlarni tartibga soling.
Agar biror joyda staj ko'rmayotgan bo'lsa, oldindan arxiga so'rov bering. Pensiyaga chiqadigan kuni yugurib qolmang. 5-qadam rasmiy ishlashga intiling. Men bilaman, ayrim joylarda norasmiy ish haqi ko'proq deb ko'rinadi. Lekin uzoq muddatda rasmiy ish staji, soliq va ijtimoiy to'lovlar, pensiya, kredit olish, subsidiya olish, kasallik varaqasi mehnat huquqi uchun muhim. Agar ish beruvchi sizni rasmiylashtirmasa, hech bo'lmaganda yozma shartnoma to'lov izlari, bank orqali oylik olish masalasini ko'taring. 6-qadam. Xarajat savodini optimallashtiring. Bu kam yeng, kam yashang degani emas. Bu aqlli xarid qiling degani. Masalan, asosiy mahsulotlarni haftalik reja bilan oling, bozorda mavsumiy mahsulotlarni tanlang. Chegirma deb kerakmas narsani olmang. Dorilarni shifokor bilan muqobil variantlari bor yo'qligini so'rang. Kommunal sarfni nazorat qiling. Elektr, gaz, suv bo'yicha hisoblagichlarni tekshiring. Ba'zan oddiy tejamkorlik o'yiga 200-500 ming so'mni saqlab qoladi. 7-qadam, daromadni oshirish rejasini tuzing. Narxlar oshayotgan davrda faqat tejamkorlik yetmaydi. Qo'shimcha daromad kerak. Kimdir tikuvchilik qiladi. Kimdir onlayn xizmat ko'rsatadi. Kimdir til o'rganib yuqori maoshli ishga o'tadi. Kimdir kichik savdo boshlaydi. Lekin men ogohlantiraman, tez boyitadigan sxemalarga, shubhali investitsiyalarga. Bir oyda pulingizni 2 barobar qilamiz degan va'dalarga ishonmang. 2029 yilgacha moliyaviy savodxonlik eng katta himoya bo'ladi. 8-qadam, valyuta riskini hisoblang. Agar siz dollarda qarz olmoqchi bo'lsangiz, eng yomon ssenariyni yozing. Kurs 10% oshsa, oylik to'lovingiz qancha bo'ladi? 20% oshsachi? Agar bu holatdan to'lay olsangiz, xavf boshqariladigan bo'lishi mumkin. Agar to'lay olmasangiz, bunday qarz sizga mos emas. 9-qadam, ijtimoiy yordam va imtiyozlarni tekshiring. Mahallaga, tuman ijtimoiy himoya bo'limlariga, yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga murojaat qiling. Bola nafaqasi, kam ta'minlangan oilalarga yordam. Nogironligi bor shaxslar uchun imtiyozlar, uy-joy subsidiyasi, davolanish yordamlarini surishtiring. Hujjatlar odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, oila tarkibi, daromad ma'lumotlari, tibbiy xulosa, bank rekvizitlari kabi ma'lumotlardan iborat bo'ladi. Har bir yordam turi bo'yicha talab boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun rasmiy manbadan tekshiring. 10-qadam, axborotni faqat mish-mishdan olmang. Kurs bo'yicha Telegramdagi vahimali xabar, pensiya bo'yicha qo'shnining gapi, narx bo'yicha bozordagi mish-mish bilan qaror qilmang. Markaziy bank, Iqtisodiyot va Moliya vazirligi, Statistika agentligi, Pensiya jamg'armasi, Soliq qo'mitasi kabi rasmiy manbalarni kuzating. Men ham bu kanalda murakkab ma'lumotlarni sodda qilib tushuntirib boraman. Demak, 2029 yilgacha ko'rsatilayotgan rejalarda asosiy maqsad narxlar o'sishini jilovlash. Iqtisodiyotni barqarorlashtirish, so'm bo'yicha keskin tebranishlarning oldini olish, pensiya va ijtimoiy to'lovlarni imkoniyat darajasida oshirib borishdan iborat. Lekin oddiy odam uchun eng muhim xulosa shuki, narxlar sekinlashishi mumkin, ammo xarajatlar baribir oshib boradi. Shuning uchun har bir oila o'z byudjetini nazorat qilishi, zaxira yaratishi, kreditga ehtiyot bo'lishi, pensiya hujjatlarini oldindan tartibga solishi va daromadini oshirish yo'lini izlashi kerak. Men sizga ekspert sifatida shuni aytaman. Kelajakdan qo'rqish kerak emas, lekin unga tayyor bo'lish kerak. Pulni boshqarishni bilgan odam narxlar o'zgarishidan kamroq zarar ko'radi. Hujjatini to'g'ri yuritgan odam pensiyada kamroq muammoga duch keladi. Kreditni hisob-kitob bilan olgan odam qarz bosimiga tushmaydi. Siz nima deb o'ylaysiz? 2029 yilgacha narxlar barqarorlashadimi? So'm kursi qanday bo'ladi? Pensiya oshishi odamlarning real xarajatiga yetadimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga ulashing va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda men pensiya hisoblash, kredit xatolari va oilaviy byudjetni tuzish bo'yicha yanada aniq misollar bilan tushuntirib beraman.